Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugungi kunda sotuvchi va konsultantlar uchun video obzor qo'llanma hisobida eng ko'p sotiladigan modellarimizdan biri RF 295 CDVG-I обновленный oddiy motorni invertorli motorga o'tgan bo'yicha ko'rib chiqamiz. Eng katta farqi aytganimdek invertorli motor bo'lgan, bu 10 yil garantiya beradi. Servis taraflama tovar o'ziga 3 yil garantiya beriladi. Xo'p, общий litraji 281 litr. Общий litraji 201 litr холодильник kamera и 81 litr морозильник kamera bo'ladi. Общий годовой расход 297 киловатт и уровень шума 42 децибел bo'ladi. Xo'p, ichki qismida ozgina o'zgarish bor. Invertorli motordan tashqari bu polkalarda, eshikli polkalarda, и также ichkarida polkalarda серебристый дополнение qilib qo'yilgan. Bu vidini yana ham ochib beradi. Bundan keyin xudo xolasa yana o'zgarishlar bo'ladi. Eng hamma обсуждать qiladigan bitta savol bu qanaqa panelli управлениясini ishlatish kerak. Qanaqa ishlaydi? Xo'p, bu yerda sal boshqacharoq, nestandартныйroq bo'ladi panel управленияsi. Sababi bu yerda gradus yo'q. Bu yerda 1 dan 5 gacha berilyapti. Super. 1 dan 5 gacha u nima deb savol beradigan bo'lsangiz, bu уровень охлаждения bo'ladi. Уровень охлажденияsi, xo'p, bir eng kattasi 5 eng pasti. Aytaylik, 1 bu 8 ga teng bo'lsa, 5 bu 2 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, bu холодильник kamerada, морозильник kameraga o'tkazish uchun set knopkasini 3 sekund bosib tursangiz, морозильник kameraga o'tadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Bu -14 bo'lsa, bu -24 bo'ladi. 3 bilan 3 ga biza qo'ydik. Bu eng optimalniy o'zi gradus hisoblanadi. U холодильник kamerada 3 bu 4 gradusga teng bo'ladi, 3-4 gradusga teng bo'ladi. Морозильник kamerada -18 gradusga teng bo'ladi. Yana bitta funksiyasi bor, panel управленияsi, bu super охлаждение. Bu tez холодильник kamerangizni ham maksimalniy o'sha низкий temperaturaga tushirib beradi. Морозильник kamerani ham xuddi shunaqa temperaturaga tushirib beradi. Xo'p, общий базовый xarakteristikasini aytib o'tadigan bo'lsak, ширина, высота, длина 60 ga 60 bu ширина bilan glubinasi, balandligi 185 bo'ladi. Eshigi perikitka bo'ladi. O'ngdan chapga, chapdan o'ngga qisila bo'ladi. Bu yerda o'zining o'sha texnik uchun zapchastlari bor. Например, perikitka qismi bo'ladi. И также звуковой signal ham bor. Kim so'ragan bo'lsa, yo'q deb, undan oldingilarda yo'q edi, bunisida bor. Hammaga rahmat.